Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Amir Temur. Kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga tashiyotgan hikmat kemasidir. Fransis Bacon. Kitobning bizga o'rgatgan eng ulkan sabog'i to'g'ri so'zlikdir. Thomas Jefferson. Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qurmoq yaxshi kitob o'qimoqqa barobar bo'lsin. Shunday kitoblar axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin. Bahmaniyor. Yaxshi kitob o'z sir asrorini bir o'qishda fosh qilmaydi. Uni takror o'qiganing sayin tushunib borasan. Stefan King. Kitob yig'ish yaxshi ishdir, ularni o'qish esa foydali. Francesco Petrarca. Kitoblar sizni minglab asr avval dunyodan o'tgan dohiylar bilan uchrashtiradi. Rene Descartes. Kitobdagi quvonch va iztiroblarini o'quvchi o'ziniki deb qabul qilsagina o'sha haqiqiy asardir. O'tkir Hoshimov. Kitoblar hayotning eng olis va qorong'i yo'llarining nur baxsh etgan afsonaviy chiroqdir. Andrey Upit. Kitob qancha yillardan keyin sizga manzur kela boshlasa, bu uning yaxshi kitobligidan dalolatdir. Georgiy Luksemburg. Har bir insonning qiymati o'qigan kitoblari bilan o'lchanadi. Herbert Spencer. Kitoblarim men uchun butun umrga yetajak ulkan qirollikdir. William Shakespeare.